Ancha go'zallik filmda hali necha o'zgina. O'shaning uchun roldan yaxshi ko'raman, O'zbekistonda ham yurdim, har zamonda. Bitta ulsin deb olib kelsam, yaxshi emas ekanda. Ta'mi yo'q, matrasi yo'q. Biram bemaza. Bir nimalar olib qo'ygandim. Hozir ko'chaga chiqqanimda bir nima yeb kelaman. Uyga ham olib kelaman. Istaydiganlarim bor. Bir ikkita qo'shib uyga ham olib kelaman-da. Shunaqa. Shunaqa chiqaman ko'chaga. Faqat telefonimni olaman. Kerak narsalarimni olaman, ko'p narsa olmoqchi emasman. Odamlar bu yerda o'g'rilar ko'p ekan. O'g'rilar ko'p ekan, o'shaning uchun o'g'rilar qo'lga tushmaslik uchun tillalarimni ham taqmayman. Kutu taqmayman. Men bu yerda odamlar aytishdi, biladi. Xo'randim, qarayman, oyog'imga lashur, kut qanjiq yubka bo'lmaydi. Yubka sportivniy kiyim kiyaverib. Короче, ko'chaga chiqishga qo'rquvdim. Hozir sal vaqt o'tsa, keyin ko'chaga chiqaman. Oyog'imda qora basani chiqaman bu. Basani kiyib olaylik, sal eskiroqda, lekin O'zbekistondan qo'lim. Sal eskiroq. Po'qo kiyolaman. Короче, fransuz xotinchalarga o'xshadim-da. Yubkachalar kiydim. Chiroyli yubkacha lekin. Ja, ajoyib yubkacha. Boshqa kuynalarim ham ko'p lekin. Chiroyli kuynalarim bor. Bu lekin yaxshiroqda. Men kuynalarim bor. Ko'rsataman. Men seni yorim desam, yoningda yoring bor ekan. Ko'nglingga o'sha alizalarimni sog'indim. Alisa, продолжай. Harommi qanjiq Alisa, boshqasini qo'y. Voy jalab Alisa. Alisa qo'nchiq. Alisa qancha so'kardim, xo'rami. Endi kimni so'kaman bu yerda? Negativlasizlarni so'kaman. Mana ko'ynechalarni o'qiganman-da. Xudoga shukr, Parijda kiyorar ekansiz bunaqa. Chunki borku ko'cha borku normalniy, zo'r, issiqina. Parij issiqina, Holland dahshat sovuq edi. Ishoninglar, sovuqlar o'tib ketdi Hollandda. Zaxda, sovuq emas. Ne, ana, xonalari ham zaxda. Men bu yerda istimaq chiqdi, kechasi bilan istimaq qilib chiqdim men. Keyin aptekada berdi. Masalan, topganingiz bilan prosta sizga buyurmas ekan to'g'ri. O'shaning uchun mana anamdan so'radim, hoteldan so'radim, berdi to'g'ri, o'ydi. Ichimdan uranib, soat nechida turdim? 9 da turdim. Turib cho'mildim, terlab ketibman o'zim. Kuynalarimni o'qiganman. Har kuni kiyib bir joylarga chiqaman-da, videolar qilaman-da bu. Yana bitta kuynayim bor, Shveysariyada kiyadigan kuynalarim bor. Endi shaharlarga moslab olib kelish qiluvdimdan maqsadma qilib. Kim maqalli bolasi. Nima bu ahvol? Dollar tushib ketibdimi? Odamlar O'zbekistonda dollar 1170 ming kutibdimi? Ishoninglar, o'zim masheta tashlab olgim keladi o'zi. Lekin hech narsa arzimaydi, men xafa bo'lishimga deb o'yladim. 1170 ming kutibdimi? Endi nima qilaman? Kibrlanman, nima gap degana? Yaxshimi? Kambag'al quyonni ustida ham o't qopadi, shuncha aytadi-da odamlar. Eringiz bormi debdi, yo'q, erim yo'q. Yaxshi emas, lekin qalaysiz yaxshimi? Nerda yashaysiz? Sanani? Короче, men tayyorman-da, saldan keyin chiqaman. Nechun? O'zi alfa-to'g'riga nechida borish kerak? Nima qilish kerak o'zi? Qo'ravoylardan xushyor bo'ling. Ya, o'shaning uchun men burga hech narsa olib chiqmoqchi emasman. Uydan hech narsa olib chiqmoqchi emasman o'shaning uchun. Faqat telefonimni olaman, bo'ldi. Tilla ham taq ekanim yo'q, bek bro, qalaysiz yaxshimisiz? Tilla ham taqmayman, faqat telefonimni olaman, bo'ldi. Hayotimda bu xatolar qilmayman. O'zingizga ham xushyor. O'zim nima qilay, o'zim o'g'lab ketaman. Bek bro, rahmat. O'zim nima qilardi? Qornim yor buqim yurmidi? Qandaysan debdi. Kim edi bu sansirebdi meni? Uzoqda turing.
kecha lekin borku nima bitta nima fransuzlar qaranglar. Hollandga nisbatan fransuz sal yaxshiroq ekan. Chunki Fransiyada Kotland bayrog'ini ko'rganim yo'q bir joyda. Kotland bayrog'ini ko'rganim yo'q bir joyda. Mahkam Sherali, ha. Fransiya